Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib bora oladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 15 dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.097 so'm 93 tiyin bo'lib 50 so'm 48 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.194 so'm 50 tiyin bo'lib 95 so'm 37 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 151 so'm 77 tiyin bo'lib 13 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 19 tiyin bo'lib 5 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 138 so'm 30 tiyin bo'lib 58 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.